Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 25 noyabr 2025-yil. Arpamiz shu holatda. Qo'shnilarniki amapos yemagan. Bo'lmasam birday ekilgan, birday suv qo'yilgan. Rangini uch-uchi sariq. Bizlarniki 150 kilodan amapos yegan edi. Rangida, bargida sarg'ayish yo'qdi. Yam-yashil bo'lib turibdi. Demak, o'sha biz beradigan kuzgi amaposda gap katta ekan. Endi hamma shu o'sha amapos berish kerakligini biladi, lekin ko'pchiligimiz o'shanga amal qilmaymizda, yerda aldamoqchi bo'lamiz. Lekin biz endi imkoniyat shu 150 kiloga yetdi, lekin aslida shuni 200 kilodan berganimizda bundan-da yaxshi natija bo'lar edi. Qarang. Mana shu holatni bizni atrofda men tanishlarim ko'pchiligi sovug'urish deb hisoblaydi. O'tgan yil Ikrom akaning guruhida bor edim. 1 yillik arpani menga konsultatsiya berib yurdi. O'sha sarg'ayishni sovug'urish emas, bu boyagi mineral mikroelementlarda yetishmovchilikdan degan edi-da. Qarang. Arpadagi sarg'ayishlar. Buni bizda sovug'urdi deb aytadi. Bu sovug'urish emas ekan akasi aytsa. Mana bu yoqda bizda arpa yam-yashil bo'lib turibdi. Yashnab turibdi. Bir xil havo, bir xil suv qo'yilgan, boshqa oshiqcha hech narsamiz yo'q. Lekin bu arpa sap-sariq bo'lib ketgan. Kim agar arpa, bug'doy, g'alla bilan chiqib shug'ullanayotgan bo'lsa, yangilar endi ko'pchilik hozir 30-1 gektarlik yerlar bo'lib ketdi, auksionerlar ko'pchilik ekyapti shu narsani. Mana shu kimgadir dars bo'lib qoladimi deb video qildim.